Bugun mana anjali san'atkorlar Iso aka, mana Iso aka Isroili, mana Husantoy Qorasulik hofizimiz, Rahimjon san'atkor doirachi, mana Muhiddin san'atkor, shular bilan masalan men birga keldik. Bugun nasib bo'libdi mana chiroyli mana Xonovodda bir bahavo yerga kelib o'tirib dam olyapmiz. Shu dam olish bahonasida bularni san'atidan foydalanib, bularni Iso akam Avaz Mahmudov to'g'risida gapirib berdi. Husantoy mana Kamolniki Rahimov yana Avaz Mahmud to'g'risida gapirib berdi. Bu narsa biz uchun tarix, biz uchun material arxiv bo'lib qoladi-da. Shuning uchun bularga katta rahmat. Husantoyni san'atidan foydalanib mana qo'shiqlarini eshityapmiz. Mana kelib hozir men shoir sifatida Avaz Absalomni bitta qo'shig'ini, meni qo'shig'imni aytgan, she'rimni qo'shiq qilib aytgan. Shuni hozir eshitmoqchi bo'lyapmiz. Xudo xohlasa sizlarga ham shuni havola qilamiz. Marhamat Husan aka. Müşkender nagah dildar ötkende harqalır müşkender nagah dildar ötkende alam unutlar nagah azar ötkende alam unutlar Oturan oli xonamda qolgan edi qilpirab. Hey! Oturan oli xonamda qolgan edi qilpirab. Ertini sabah yalın yollar ötkende. Sabah yalın yollar ötkende. Mihri işki kalbimni Oftop kabi yaratgan Mihri işki kalbimni Oftop kabi yaratgan Tart etse geldim uyan Karanlığa ötkende Avaz barça şerlerde Muhabbetli külegeyi Avaz barça şerlerde Muhabbetli külegeyi Aşık dilin istemez avamızın hareketi. Aşık dilin istemez avamızın hareketi. Kalkalır müşkender nagah dildar ötkende. Rahmat, salomat bo'linglar.